Quvada qana ishlar. Siz mana videoga qarab ishlang, nolga teng ishlash. Quvanikini ko'rdik. Demak, Oltiariq tumani отдельно respublika hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasini qonunlari, ya'ni konstitutsiyasini mensimas ekan bu rahbar. Siz hozir shunda qonunga emas, rahbaringiz buyrug'iga asosan ish tutasiz ekanda. Shunaqami opajon? Biz ham ochiqlik siyosatiga qarshi ekansiz. Shaffoflikka. Qandaydir yashirin sirlar bormi o'xshada? Yo'q. Yashirin sirlar bo'lmasa kirgizmaymiz. Bola soni ko'p bo'lmasa, yoshiga to'lmagan bolalar bo'lmasa, misol go'sht, sut o'sha narsalardan o'g'irlik bo'lmaydi. Muddat o'tgan misol tibbiyotda narsalar bo'lmasa. Hozir sest kuzatdim. 3 kun sestdik. Siz ko'rdik. Quvada qana ishlar. Siz mana videoga qarab ishlang, nolga teng ishlash. Quvanikini ko'rdik. Quvaniki nol deymi? Nol. Aptekalarga ham kirib, bitta meni bog'cha bas. Yo'nalish aptekalarga kiryapman, qo'lim qorayib ketyapti. Sesda ishlagan shu bo'lsa, keyin manfaatdormi qanaqadir? Manfaatdor bo'lmasa, oyda bir tekshirsa ham-da u dorixona ham, bog'chada ham bunaqa chang chiqmaydi. O'zini bolasini o'sha bog'chaga bermaydi-da. Iltimos qilamiz opa. Zilola pay qilib bering. Bir gromskiy qo'yibdi, bizga ham o'zimizga ham gapirsin opa. Eshitaylik biz ham. O'zi soxta qilib qo'ying. Ashna desa biz ketaveramiz. Nima deyapti? Gaplasholmas ekan? Yo'q, kirgizmaysiz dedi, gapirmas ekan. Ha. Gaplasholmaydi, opajon. Erta tanam olmaydi. U kim opa? Zalola. Zalola kim familiyasi opa? Familiyasini ayting-chi, opashi. Tashkilot xodimi. Hozir boshliq Biz qaytarishadi. suhbat qilyapmiz opa, siz haqiqatan rahbaringiz bilan gaplashdingiz. Rahbar bas u. Rahbar Oltiariq tumaniki bitta. Muhiddin aka rahbar. Hozir Muhiddinjonga endi Metodist ham bu metodist qaysi maktabgacha ta'lim boshqarmasi tumanniki bo'lsa metodist bilan kim bo'ladi? Nima desa qilaverasizlar? endi mudirga srazi qilmasdan Hozir oldin qaysi maktabgacha ta'lim tashkilotida, hozir misolda maktabgacha ta'lim tashkiloti kim buyruq bo'lsa qilaverasiz, kim buyruq bersa, nima desa qilaverasiz, to'g'rimi shunaqa? siz savolni noto'g'ri beryapsiz. Yo, savolni to'g'ri Maktabgacha berasan. ta'lim tashkilotida deyapsiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotida men buyruq beraman. Xo'p, rahbariyatingiz tumandagi, Oltiariq tumandagi. Tumanda rahbariyatida Qisqa qilib aytyapman-da. O'sha tumannikiga qaysi xodim telefon qilib misol kirgizma yoki misol bunaqa qilsa qilaverasiz. Yig'ilishda hozir haligi nima 10-bog'chani hozir nima dedingiz? 10-bog'chani Oqilapani so'kdi deysiz-da. Nimaga kirgizding deb rahbaringiz? Ommaviy axborot vositalarida, jurnalist blogerlarda demak Oltiariq tumani rahbaringiz, ya'ni kirgizsalaring demak so'kyapti ekanda. Demak Oltiariq polni botqoqqa botib ketgan ekanda. Sirli sekretlari ko'p ekan. Botib ketmasa nima uchun ommaviy axborot vositalari, bloger, jurnalistlarni kirgizmadi? Bilib bilmay qilmay. Hayotda ommaviy axborot vositalari, ya'ni bloger, jurnalistlar bilib bilmay narsa chiqarmaydi. Chunki chiqargan narsasiga jinoiy javobgarlik bor, ma'muriy javobgarlik bor, ma'muriy kodeks bor, jinoiy kodeks bor. Hozir agar kiriting desa kiraverasizlar. Shu bitta so'rab oling. Endi biz sizdan so'rab qo'yapmiz. Siz davleniyat qilib bo'lmaydi. Endi bu narsa ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi. Olishmasa biz qaytaveramiz ham. Bizga anaqasi yo'q. Marta qildim mana. Olsa olib kirgizing desa kirgizaveraman. Mana chiqib so'rab endi nima qilay? Qaytarib bo'lsa agar nimadir oling. O'quvchilari mana Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 39-sonli davlat
maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Tashrif buyurgan chog'imizda mana rahbari chiqdi, mudiri ya'ni chiqib turib, Zilola ismli metodist maktabgacha ta'lim tashkilot, ya'ni Oltiariq tumanida xodimi, ya'ni metodisti kirgizmanglar deb buyruq beribdi. Mudirlar ya'ni bog'chani mudirlari maktabgacha ta'lim, misol Oltiariq tumanidagi nima buyruq qilsa, shular buyrug'i asosida oddiy xodim bo'lam, xoh rahbarlik mayli-yu, oddiy xodim bo'lam, buyrug'i asosida ish tutadigan. Sizga qonun ustunmi yo rahbaringiz gapimi desa, mana rahbarimiz gapi deyapti. Demak, O'zbekiston Respublikasini qonunlar, ya'ni konstitutsiyasini mensimas ekan bu rahbar. Bu qanchalik to'g'ri? Demak, bularga rahbarning gapi qonun hisoblanadi ekan, prezidentimiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasini davlat qonun hisoblanmaydi ekan. Bular qonunni mensimagan shaxslarki, prezident ochiqlik siyosatiga qarshi ekan bular. Meni fikrim bo'yicha. Nimaga deganda, xato kamchiligi yo'q. Bola soni ko'p bo'lmasa, yoshga to'lmagan bolalar bo'lmasa, oziq-ovqatdan qandaydir o'g'irliklar bo'lmasa, yoki sanitariya qoidalariga rioya qilgan bo'lsa, yoki muddat o'tgan dorilar bo'lmasa, hayotda bog'cha mudirlari kirgizmayman, rahbarimdan bunaqa demay. Chunki kiramiz, xato kamchiligi yo'q, bog'chani biz jinnimizmi, nosog'lommizmi? Xudoga shukr, Allohga shukr, sog'lommiz. Ruhiy sog'lommiz. Allohga shukr, bizni qo'llab-quvvatlaydigan prezident bor. Ommaviy axborot vositalarida, blogerlarda erkinliklar, huquqlar berib qo'ygan. Nima uchun sizlar prezident chiqargan qonunlarga qarshilik qilib, faqat rahbarlarning chiqargan qonun bo'yicha ishlayapsizlar? Ular chiqargan og'zaki gap qonun hisoblanmaydi. Eslaringni chiqarmanglar. Qandaydir xato kamchiliklaring bo'lmasa, ya'ni bola soni ko'p bo'lmasa, yoshiga to'lmagan bolalar bo'lmasa, sanitariya qoidalariga rioya qilgan bo'lsalaring, muddat o'tgan dorilar bo'lmasa, oziq-ovqatda qanaqadir o'g'irliklar bo'lmagan bo'lsa, qandaydir yashirin sirlari bo'lmasa bog'chani kirgizadi bog'chaga. Nechta bog'chani ko'rdi, yashirin sirlari yo'q, bog'chalar kirgizgan. Ko'proq bu holatlarda yashirin sirlari bor, qanaqadir xato kamchiliklar juda ko'p, bog'chalar kirgizmaydi. Nimaga deganda, biz vaqtincha eshik tagida ushlab o'tirib, devordan bolalar oshirgan holatlarni ko'rganmiz. Buni holatlar ko'p. Bu holatlar bo'yicha maktabgacha ta'lim boshqarmasidan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Chunki tumanga gapirishning foydasi yo'q. Tumanda отдельный qonun. Demak, Oltiariq tumani отдельный respublika hisoblanadi ekan.